Maaşım dersler olsun abi. Maaşını çimek gelgen başında asılcı kuslam. Absalamjon. Maaşlar hal yaxshi sizlarga. Maqsad turasi chiqib talash qilib men menga 5 qat tamak chekmaysizlar. Qandava tamak chesam, men o'zim tamak chekmasam. Ha, maaşları yaxshi ishlab turib qanaman, shu maash men birotim sizlarga 2 qat tamak ichsam, haj bo'lsa. Qanday gap ma bu? 2 qat tamak ichmaydiganlar qana. Darhol kech uxladim sizlarga dedim, men yarashilmayman. Ma'qul. Ay, yengaga oshmandoq. Nim bo'ldi? Men ishlarim taqa. Akşam yaxshi qo'ymayapmanman, qahva ishga bakın menga. Men nimda qahva jirpirman? Nima? Gaplarimiz bek jonliqqa. Yengaga deb tamaniki. Ishligim bormi yo'qmi yo'da? İşligim bor. Sen chimek keldi bu yerga? Meni chimek keldi. Men bilan qarimiz olmatan yaxshi siz chimek keldi aka. Sizni shukrlash to'g'ri men nevrakam bo'ladi. Shunga men yerda meni deganim hisob. Chiroq men yerda deganimni qilsangiz so'ralaysiz, bo'lmay olib qolsam, men yerda aytib turib bo'lmaydi. Tutma. İştal kahve, hadi basya. Siz, men mevada 2 tal qahva ichib bansam, turolmayman. Ma gap rost gapmi ya? Qo'lim menga pishaq gap ne qilmaydi, uni takrorlashmay. Bolaga men qahvaga chiqaman. Ma meni o'ylashib ishtirvatamsiz ya. Qachon nozima konishni qarg'ayda yenkaga adam qahva. Xongniyo uni buni ijirpirgan qay chiqdi. Sizning kecha uxlayolmaganligingiz bilan mening nim munosabatim? Nim uchun men sizga kafe ijirpirman. Kafe ijirpamsam, nima ish qilmay yat ishlayolmayman. Sizga bu huquqim chimbadi. Bu bizning do'konga har qanday xizmatchidan ke bosh tortib bo'lmagan maslikda. Tushundingizmi? Mishashi bizning deganimizni anglasa turalaydim. Bo'lmayoqlar bo'lsa, shu beri basta muomala tarzildi. Menga muomala qilinglar berib chiqaman. Ablo. Hey, sizga chimbadi, men huquq ne deyman? Huquqi chimbadi, va'da huquqim chimbamadi. Men mishaninki jinglisi. Mush ko'nish qarag'ayni men billandirib o'taman. Futqma. Voy qaysar? Acha, kim qopluğa? Kim meydasi tisini? Ufqamma qachon nozima ashxonaning ichida ilm berim tijorat ishlari bo'lgan bo'lib ketdi. Ma balni chimek keldi. Ma bala hozir yenkaga odamlar xonniyo, kafe, uni buni ijirpamsa, odam tug'azmayotgan. Menda huquqni chimbadi. Men bir oy ashxonaga kelmaganga. Bizning denja gaptiken, yengagan jingli deb. Hammadan ajda qoldi da. Namaz ish qilib tamak qilib kelgandim taqa. Mening tamak qilib bo'lgan. Siz de ham ma balaga tamak kelib berdingizmi? Qilib kan tamak qina. Chimma bu. Lobe. Tushunmaydi sizlar ne? Bizning loben. Ya, nima loben? Ya fikrim pishqirish xotinsan lobenmish adab. Loben deganim men chalg'ira, mendek bunda fisqim var adam bo'la beradi. Qaysar hocam, ma bo'yga bijdim kelmaydi. Mening bijg'iri chiqig'iri tilqim bilan qolmay, ma xizmatni chiziq qilala. Va kim aytgandi meni? Bu sizni mushta bo'zakatgan qaylg'anni qolgan balaning jilkida suv ichib o'tibdi-da, ma'va. Voy fikam avalchilik qilibsizlar. Maqsadsizlar, naqin kelgan bo'lsa shu yerga berib, boshqa yerda ishlab bek bir rindolab ketgan balikallar. Ana qo'lashimizga ballarni unda bo'zak etmaymiz. Musholima bir ay tirishib japatat ishlab 5000 ga 2500 ga mashasa silga aqsh qiysa mavul o'tmanda. Maqsa kizimni yitib jig'oslar. Asl akaga odamdan qichib berib hisoblashmaslar. Turuqlardimmi ve eskiliklari, da ahliklar chiqib o'tiradigan bebalikallar. Maqsa kizimni yuzdilar. Bak qaysa, sizlarning lobeliklarni bilmadimmi? Bilmaganga ayb emas bu. Bu ballarni o'shgim ko'p va tamak so'jirmas. Nima bo'ladi barxanlar boshliq bu. To'ynigidan boshliq qilishmay kelg'ayash. Shunda qilib boshqarsa qanday boshqaring oshxonna? Ma bizning oshxonada yo'q-da, xapamaylarda ish, boshliqqa ko'tamchilik qilgan ish yo'q-da, va boshliqma ishlaydigan odam hammadan barobar ishlab, hozir qisqilinib kelgan yerda maqsadsiz oshxonada sizlar kunda xonni yo'lini danglab turadigan Ay, men bu ishni oshxonaning hammasini dash qayl bati. Voy mayat yo'q, men siz jug'usni bilan takallashmay. Maaşım dersler olsun abi. Maaşını chimek kelgan bo'lsa, asl jug'uslar men maash taqatmayman bu yerda. Masla. Fikam var, raslo ben bu ya mavo. Bunda. Raslo ben. Masafkam bunda odamlarga ig'zimizni avar qilmaylar. Estağfurullah. Bugün ben yukarı mesela top kesildim nima?